Assalomu alaykum, Chorvalar YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlar bilan navbatdagi sotuvga Rossiyadan keltirgan mollarimizni ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, sizlardan bir iltimos, video ko'rishdan oldin like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Do'stlar, mana ko'rishlar mumkin navbatdagi mollarimiz. Bu yerda 58 bosh paltarashga mollar, 60 bosh patsos baqadigan bo'zaklar kelgan. Ko'rishlar mumkin, mana mollarimiz rosa o'simdek bo'zaklar. Bular 2 kun oldin keltirilgan jonivorlar, yeb ichishlari xudo xolasa hamyog'i yaxshi, sog' salomat bo'zaklar. Mana ko'rishlar mumkin, bu yerda yosh bo'zaklarimiz asosan ablikol bo'zaklar, ablikol parodasida iliklari qo'pol, rosa o'simi bor mollar, xudo xolasa yaxshi baqilib tursa inshaalloh yaxshi natija bo'ladi. Mollarimizni mana asosan ablikol paroda, lekin simental gibridlar ham bor. Mana ko'rishlar mumkin, hozir bular shu qo'rida turibdi. Tashqariga olib chiqib ham bir qator ko'rsatamiz jonivorlarni. Mana ko'rishlar mumkin, mana anguslari ham bor mana orasida, mana simental gibridlari, mana ablikollarni shoxdor variantlar ham bor. Unisidan biroz ozroq, bir 10 tacha chiqsa kerak. Mana ko'rishlar mumkin, jonivorlar yaxshi holatda, xudo xolasa. Bularimiz mana katta patsos mollar. Bular ham rosa yemga tayyor mollar, rosa chanqab turgan mollar. Xudo xolasa hozirgi kunda olib uzoq qurbonlikkacha yaxshi baqilsa, inshaalloh yaxshi natija bo'ladi bulardan. Bular ham mana ko'rishlar mumkin, oyoq qo'li polvon, yaxshi buqalar mana. Bularni ham patsos mollarning eng kichkinasi 450 kilo atrofida, eng kichkinasi. U kattasi bir 700 kiloga ham borib olishi mumkin jonivorlar, mana ko'rishlar mumkin. Simental, angus, limuzin, chorniy pyostr, shu har xil parodadan bor. Xudo xolasa kelib bemalol tanlab ko'ra olasizlar jonivorlarni. Bularni ham xudo xolasa yeb ichishlari, sog'liqlari yaxshi inshaalloh. Bularning narxi 31 milliondan 40 milliongacha. Bu narxda bemalol kelib tanlab savdolashib kelishib olasizlar hurmatli obunachilar. Xayrni qilib beradi chiroyli qilib. Bu narxda shu dastavkalari hammaga ichida, bundan muammo yo'q. Xudo xolasa bitta olsanglar ham, qancha olsanglar ham chiroyli dastavka qilib yetkazib beradi. Hurmatli obunachilar, bo'zaklarimizni bilan tashqariga chiqaryapmiz. Sekin ko'rishlar mumkin. Mollardan o'zingizlar xohlaganlar tanlab, o'zingizlarga yoqqan tanlab skrinshot tashlasanglar, akalarimiz videoga olib, shularni aynan sizlarga ko'rsatib tashlab beradi. Mana ko'rishlar mumkin, jonivorlar oyoq qo'li ham polvon, yaxshi bo'zaklar, xudo xolasa o'simi bor yaxshi mollar. Ular inshaalloh yaxshi baqilsa, uzoq 1 yil davomida baqilsa inshaalloh ancha katta bo'lib ketadi bular. Mana ko'rishlar mumkin. Mana ablikol, mana qizil angus gibrid parodadan, mana har xil parodalardan bor. Bunda ham asha ko'p parodalari. Xudo xolasa yaxshi mollar mana. Mana jonivorlar qaranglar, mana sog'lom mollar, mana bir-birlarini o'ynashib urishyapti. Keyin hurmatli do'stlar, bu akalarimizda dastavkada umuman muammo yo'q. Xudo xolasa bitta olasizlarmi, nechta olsanglar ham O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib chiroyli qilib yetkazib beradi. Ularni o'ylamanglar, asha bir qaysi birini tanlasanglar, o'zlari shuni rasmga olib, skrinshot o'zlari tayyorlab, tashab chiroyli tushuntirib beradi. Ilojisi o'zi mollarni asli borib ko'rish kerak, borib ko'rgan yetmaydi. Shu adreslarni shu akalarimizning nomerlariga aloqa chiqsanglar, o'zlari lokatsiya tashab tushuntirib beradi. Mana jonivorlar ko'rishlar mumkin. Bu kichkina mollarimiz narxlari 23 milliondan boshlab 27 milliongacha. 27 milliondan tanlab ola olasizlar. Shu 23 milliondan 18 ta qilib chiqarishib beradi. Optim oldim deganga 25 milliondan qilib dastavkasi ichida qilib, ozgina xayrini ham qilib chiqarishib beradi. Hurmatli do'stlar, bemalol akalardan savdolashib chiroyli qilib so'ra olasizlar. Mana ko'rishlar mumkin, mollarning orqalari keng, polvon bo'zaklar. Mana iliklari ham baquvvat yaxshi mollar. Xudo xolasa o'simlari ham yaxshi inshaalloh. Mana olib, xudo xolasa baraka topadigan mollar. Mana sog'lom, yaxshi bo'zaklar, mana ko'ryapsizlar. Ko'ringlar, hammasini mana keng mollar, oyoq qo'llari ham baquvvat polvon bo'zaklar.
Jonivorlar mana ko'pi bu yerda asosan ablikol parodada. Mana anguslari ham bor. Endi angus gibridga o'xshayapti unisi. Yo, lekin bu ham yaxshi, keng, ililari ham qo'pol ekan jonivor. Mana bular shu simental gibrid jonivor, mana bu ham sog'lom, yaxshi mollar, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Mana jonivorlar ko'ringlar, mana hurmatli obunachilar. Bularni eng kichkinasi bo'yi 1.5 dan shu 1.20 gacha chiqadi, xudo xolisa. Mana ko'ringlar, jonivorlar yaxshi mollar, xudo xolisa. Mana mana shaxli variantlari ham bor. Jonivorlar mana ililari ham mana baquvvat, qo'pol bo'zaylar. Xudo xolisa o'simi bor, yaxshi mollar, inshaalloh. Yaxshi baqilsa, bular ham shu 700 kilo, 1 tonnagacha borib mumkin, yaxshi baqilsa. Endi asosan shu 1 yil davomida baqilsa, shu 700 kilo, 650 kilo, 600 kilo, agar yaxshi yana ham bo'lsa, bir 800 kilo kelib mumkin ekan. Chunki o'zimiz ham baqib ko'rdik shunaqa paroda mollarni. Xudo xolisa, shu baquvgan bog'li qancha yaxshi baqsanglar, xudo xolisa shuncha ketaveradi bular. Endi qancha uzoq baqsanglar ham shuncha bu mollar o'sib ham rivojlanib ketaverar ekan. Bu chet Rossiyaning bu parodalari eng zo'r tomoni, qancha uzoq baqilsa, shuncha o'sib, shuncha o'ziga qo'shaverar ekan jonivorlar.